Bir tanishim molfurushga sarmoya kiritgan ekan. Molfurush tanishimga har oy savdodan bir xil foyda berar ekan. Shu to'g'rimi? Agar noto'g'ri bo'lsa, qanday kelishish lozim yoki afzal? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Xo'p, bu savoldagi holat shariatimizda mudoraba shartnomasi degan bitim turi bor, shartnoma bor. Ana o'shanga to'g'ri kelyapti. Faqat ba'zi bir to'g'rilab qo'yadigan joylari bor. Muzoraba shartnomasi shunaqaki, masalan, bir kishidan mablag' bo'ladi, ikkinchi kishidan xizmat bo'ladi. Savoldagi holatda demak ikkinchi xizmat qiladigan taraf o'sha hayvon savdosi bilan shug'ullanadigan ekan. Xo'p, bir kishidan mablag', ikkinchi kishidan xizmat bo'ldi va foyda qanaqa bo'ladi? Foyda savolda aytilgandek har oy muayyan bir summa mumkin emas. Foyda kelishilgan olingan foydani masalan 50% menga, 50% sizga yoki 60% sizga, 40% menga. Mana shu tartibda belgilanishligi kerak. Shunda agar shunaqa foiz shaklida belgilansa, qancha foyda bo'lsa ham o'shani masalan 50% unga, 50% bunga bo'laveradi. Hozirgi holatda, ya'ni har oy muayyan bir summani belgilab qo'yilgan shaklda bo'lsa, buni joiz emas deyapmiz. Nima uchun joiz emas? Chunki bir oy ishlab turib o'sha qilingan foyda o'zi shu bo'lishi mumkin. Mana u paytda o'sha foydani hammasini pulni egasiga berib qo'ysa, xizmat qilgan odam hech narsasiz qolishi mumkin. Aksincha, agar foyda umuman bo'lmasa-chi, unda o'sha kelishuvga muvofiq mana bu xizmat qilgan taraf cho'ntagidan bo'lsa ham haligi kelishuvga asosan muayyan summani berish kerak bo'lib qoladi. Bu mumkin emas bu narsa. Shuning uchun agar muzoraba shartnomasida muayyan bir summa belgilanadigan bo'lsa, bu fosid muzoraba deyiladi. Fosid degani o'sha muzoraba shartnomasida shariat belgilab qo'ygan shartlarni bittasi buzilib qolsa, shariatga nomuvofiq bo'lib qolsa, ana o'shani fosid muzoraba deyiladi. Bu yerda hozir buzilgan joyi aytayaptilarki, har oy demak pul egasiga ma'lum bir summani berib keladi deyapti. Mana shu joyi xato. Demak, to'g'ri shakli yuqorida biz birinchi aytib o'tdik. Ana o'sha shaklda amalga oshirilsa, inshaalloh to'g'ri bo'ladi. Allohu a'lam.